Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan Buxoro xonligida madrasa va madrasalar ta'limi to'g'risida fikr yuritamiz. Shuni aytish kerakki, 17-asr oxiri, 18-asr boshlarida Buxoro xonligida 150 dan ortiq madrasalar faoliyat yuritgan. Eng katta madrasalar Buxoro, Samarqand, Nasaf kabi shaharlarda bo'lgan. Abdulazizxon madrasasi, Tilla qori madrasasi, Sherdor madrasasi, Jo'ybari Kalon madrasasi shular jumlasidandir. Madrasa ta'limiga keladigan bo'lsak, maktabni bitirgan o'quvchilarni madrasaga olgan va ular 7 yildan 12 yilgacha o'z iqtidoriga qarab bilim olishgan. Madrasada asosan arab yozuvi va fors yozuvida yozilgan kitoblarni bilim olishgan va avvali ilm degan kitobni o'qishgan. Bizning madrasalarimiz, ya'ni Buxoro xonligidagi madrasalar yoki Samarqanddagi madrasalar o'sha davrda o'rta asr Yevropa universitetlaridan qolishmagan. Madrasa talabalari Alisher Navoiy, Abdulqodir Bedil, So'fi Olloyor, Fuzuli kabi buyuk allomalarning, shoirlarning kitoblarini o'qib bilim olishgan. Undan tashqari Buxoro xoni Subhonqulxon ham madrasa ta'limiga juda katta e'tibor bergan va unga g'amxo'rlik qilgan. Shuning bilan bugungi suhbatimizga yakun yasaymiz. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.